Assalomu alaykum aziz ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimiz burchaklar deb ataladi. Bu qanday metod? Siz o'tilgan mavzularingizdan 4 tasini tanlab olasiz va uni A4 formatdagi listlarga chiqarasiz. Xohlasangiz, ya'ni printerdan chiqarasiz, xohlasangiz esa qo'lingizda flomasterda ham yozishingiz mumkin va 4 ta o'quvchingizga berib qo'yasizda, ular 4 ta burchakda turishadi. Agarda o'quvchingiz kamroq bo'lsa, ularni skoch bilan 4 tomonga yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hamda siz mana bunday kartochkalarga ana shu o'tilgan mavzulardagi ma'lumotlarni yozasiz, hamda teskarisini qo'yasiz. Bittadan o'quvchi chiqadi, hammasi chiqishi shart. Chiqadida ichida o'qiydi, ovoz chiqarib o'qimaydi. O'qigandan so'ng indamasdan shu ma'lumot qaysi mavzuga tegishli bo'lsa, o'sha burchakka borib turadi va oxirida ular hammasi o'qiydi va siz ularni o'sha burchakka haqiqatan ham to'g'ri borishganmi yoki noto'g'ri borishganmi tekshirib olasiz. Bu metod juda ham samarali metod hisoblanadi, chunki siz bitta paytda o'zida hamma o'quvchilarning ishtirokini ta'minlaysiz va hamma o'quvchilarni demak baholay olasiz. Biz esa buni o'quvchilar misolida ko'ramiz. Xo'p, endi esa bittadan tortishni boshlang. Keling, sekin chiqib olib, ma'lumotni o'qib, xo'p, 4 tomonni mana Shavkat Rahmon, Abdulla Qahhor, Shukurxon Mirzayev hamda Odil Yoqubovdan ma'lumotlar bor. Oling, Ravshanor olib, o'qib, ichingizda o'qing, ovoz chiqarmaysiz. Hamda keling, bitta chiqaringlar. Olib, o'sha burchaklarga turib oldirasizlar. Muhammad Javohir keldi. Bilmadim. Turib olasizlar. Xo'p, turinglar, burchaklarga turinglar. Qaysi burchakka turish o'zlaringga bog'liq. Javob maslahat. Endi esa boshlaymiz tekshirishni, qanchalik burchaklarga to'g'ri borganingizni tekshirib olamiz. Javob o'qing. Uning romanida geometriyalardagi birodar urushning halokatli hodisalari tasvirlangan. Yaxshi, muhofaza kelgansiz. Bunozi. U 1999 yilda ispan shoiri Rotaning she'rlarini ispan bilan o'qidi. Bu Shavkat Rahmon burchagiga borishingiz kerak edi. Xato qilibsiz, noto'g'ri. Xo'p. 1996 yilda unga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni beriladi. Yaxshi, Shavkat Rahmon burchagi yaxshi. Bravo. U o'zining ustozidek-chi nima biladi? Shavkat Rahmonmi? Kimga boshi kerak edi? Abdulla Qahhorga. Xo'p, javob o'qing. Oqboshi, ellikboshi, mingboshi, omin, tilmoch kabi atamalar turli hikoyalarga uchraydi. To'g'ri, Abdulla Qahhor. Amina. Keyin birinchi to'plami vakil raqsalar nomi bilan bosildi. Shavkat Rahmonga o'tishingiz kerak edi. Demak, 4 ta o'quvchimiz xato qilyapti. Siz o'zingizni burchagingizga bormagansiz va xatoga yo'l qo'ygansiz. Mana aziz ustozlar, bu metodimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manfaatli bo'ldi. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.